avval bizda 200.000 bank eksperiment bitta strategiyamiz bor edi. Kristal o'rnida sinab ko'rardik. Mana shuni endi patsimlatda sinab ko'ramiz. Qanaqa o'xshaydi? Ya'ni bu bir xil raqamli strategiyasi. Xullas, 4 ta 5 dan stavkani qo'yasizlar minimalkaga. Bo'lshiga qo'yasizlar va 7 tushishini kutamiz. Bo'lshiga qo'ygan paytimiz. Yaxshi 7 bor. 7 chiqqandan keyin sirazi bitta 5 qo'shib yoniga bitta bosib o'rsak 7 bittada o'xshab beradi. Xo'p, yaxshi do'stlar. Endi 7 ni bitta kamaytiramiz. 5 ni va menchiga qo'yib yana bosamiz. Xullas, yana 7 tushishini kutamiz. Yaxshi bor 7, yana xuddi shunday yoniga bitta 5 qo'shib bosamiz. Yo'q, shu summa yaxshiroq. Yaxshi do'stlar, juda zo'r o'xshab berdi. 570.000 bo'ldi. Ko'ryapsizlar, strategiya nafaqat kristalda, balki patsimlatda ham foyda beryapti. Xo'p, 7 tushdi, yana yoniga bitta 5 qo'shib 7 ni o'ziga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tada o'xshamadi. Yomon bir harom o'yini shu patsimlat. Xullas, ko'taga tiqdi. Bu strategiyani aslo bu o'yinda sinab ko'rmanglar. 2 marta o'xshadi, 3-martasida 10 tada ham chiqmadi. Xullas, o'zinglar uchun bilib oldinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bilan bosib tashlaylar.